Lekin men shunchaki ishimni qilyapman. Qo'y, Ralf. Qayerdan bir sevishni ko'ribman. Ha, ularmi? Ketimdan yurishibdi va qanaqadir hujjatli film olishdi. Ulardan iltimos qil, bizni qutqarsin. Qutqarsin, bu yerni olib ketsin. Bizni qutqarsin. Iltimos, yordam bering. Qo'rqyapman. Men sizlarni eshitdim. Okey. Menga qarang. Bu joyni kesib tashlasa bo'ladi-ku, ha? Boshlamdi. Nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga... Bu yoqqa qarasangiz. Noto'g'ri turib olasiz. Ha, uzr. Men to'g'ri turdimmi? Ha, bo'ladi. Xullas, nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga tajriba qilib ishlab chiqaradigan kosmetika, ko'zdagi suriladigan shampunlar, quyoshga qarshi kremlar, umuman barchasi vannangizda turgan hamma kremlar, kosmetikalar. Sizlar bo'lmaganingizda men ochig'i ishsiz qolgan bo'lardim. Qayerdadir o'rmonda. Oddiy quyondek. Hammasi zo'r. Sizning chiroyingiz uchun hayvonlar ozor chekishi yoki qurbon bo'lishini bilarmidingiz?